مەخپى ئۇرۇش ئاپتورى روبert Spalding 8 bab ئەقلىي مۈلۈكلەرنى ئوغرىلاش 3 قىسىم خىتاينىڭ قانۇن ئۇرۇشى Jen Wayne'ның ئەرز شىكايەت جەريانىدىن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكا قانۇنلىرىنى قانداق سۇيىئىستېمال قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. Bu chet el ئىگىلىك ھوقۇقى كەچۈرۈم قىلىش قانۇنىغا، advokatlar qo'shuniga, odatdagi kishilar bardoshlik berolmagidek darajadagi yuqori da'volashish haqqiga, shundaqla Xitoy hukumatining ichki qismidagi hech kim tigiga yetolmaydigan igidorlik huquqiga va yolg'on hisob o'ydirib chiqardigan nachar odatga tayangan urush, ya'ni qonun urushidir. Xitoy korxonalari mushu narsalarni qalqon qilib, arz qilinishdan saqlanib qelyotidi. Odatda Xitoy shirkatlari bu xil arz shikoyatlarga duch kelganda eng oldi bilan chet el igilik huquqi kechirim qilish qonuni orqali o'zini qo'g'dab, Amerika shirkatlariga taqobil turishga urinadi. Darvaqa Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining advokatlarimo mazkur shirkatning Xitoyning davlat egiligidagi korxona ekanligini, shu vajidan Amerikada sudga tortilmaslik imtiyoziga ega ekanligini da'vo qilishgan. Tang energiya guruhining advokatlarimo Xitoy tarafning mushundaq taktika ishlatadiganligini pamligashga, undaq qazonga mundaq cho'mish qilib, deloning xarakterini savdo kelishimi majrosi deb bekitgan. Degandak, ikki shirkat orasidagi to'xtamdimi bu bir savdo kelishimi deyilgan edi. Shu sababdan mablag' solg'uchining kim bo'lishidan qat'iy nazar delo savdo kelishimining sotlash tartibi bo'yicha mengishi kerak edi. Jen Wayne'ning garchi u advokat bo'lmasimi deyishcha, Xitoyda tijorat qilgan Amerika shirkatlari har qanday tijorat to'xtamini savdo kelishimi deb bekitish orqali o'zlarini qo'g'day oladi ekan. Dastlabida shunday qilganda vaqt va pulni tejab qilg'ili bo'ladi ekan. Lekin shu ibora bo'lmagan taqdirdami bir deloni savdo kelishimi majrosi sifatida sudga arz qilish Xitoy shirkatlarining sudga tortilmaslik imtiyozini bekor qiladigan unumlik choradir. Bu orqali siz bevosita sudchiga, zasidatlar o'migiga yoki kesim komitetiga bu ikki taraf orasidagi tamoman tijorat xarakterli kelishimdir. Sotchilar, kesimchilar sizlar buning haqiqatan savdo kelishim ekanligini bayqishinglar kerak deyalaysiz. Amerika qonunining atalmış afzalliklaridan biri mazkur tuzilma ko'pincha hollarda to'g'ri javobni tepib chiqalaydi, dedi Jen Wayne. Lekin Xitoy bu xil qonun urushi qo'zg'ash orqali vaqtni so'zib, Amerikaning adliya tarmoqlarini to'g'ri javobni topolmas qilib qo'yishni maqsad qilgan. Xitoy korxonalarining hammasiga Xitoy hukumati mablag' solgan bo'lib, ular davlat g'aznasiga tayangan holda arz, norozilik arz sunish, suddan hujjat talab qilish qatorliq usullar orqali vaqtni so'zib, sudning xizmat sur'atini ostilatib, raqibini xo'rtishga urinadi. Ya'ni raqibini da'volashish haqqiga bardoshlik berolmaganlikdan da'volashishdan voz kechishga qistash Xitoy shirkatlarining asosliq taktikasidir. Jen Wayne va Tang energiya guruhi garchi dastlabda da'voda utib $70 million to'lamga erishadigan bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining advokatlari Delaware shtati bilan Kaliforniya shtatida Jen Wayne'ga qarshi da'vo ochib, har birida $70 million to'lam talab qilgan. Ular normadan ortiq arzlar orqali g'albini qo'lga keltirmoqchi bo'lishyapti, deydi Jen Wayne. Helimi yaxshi ba'zi mablag' solg'uchilar qo'lga kelgusi to'lam pulini tegishlik nisbatda bo'lishish sharti ostida Tang energiya guruhini da'volashish haqqiga keraklik mablag' bilan ta'minlagan va Jen Wayne shu orqali haddi hisobsiz boylikqa ega raqibi bilan put tepishish imkoniyatiga erishgan. Jen Wayne'ga ko'ra Xitoy shirkatlarining qonun urushi qilishiga sabab bo'layotgan Beijing doiralarining partiya siyosatiga aloqador boshqa omillarmi bor. Lekin Xitoy kompartiyasi katavashlarining g'arzini va qarorini aniq bilish ba'zi mushkuldir. Xitoy yoki Xitoy kompartiyasi nuqul kapitalni nazarda tutgan holda qaror chiqarmasdan
siyosiy oqibatni nazar tutgan holda muayyan qarorlarni chiqirdi. Shuning uchun siyosiy natija ular uchun davolashish haqqidan muhimdir. Ular o'zlari qo'g'damoqchi bo'lganlarning siyosiy istiqbolini qo'g'dab qala olsa yoki o'zi vayron qilmoqchi bo'lganlarning siyosiy istiqbolini vayron qila olsa, qanchalik pul ketishidan vayim yeb yurmaydi, deydi Janvayn. Bu nuqtadan qaraganda adliya delolari Xitoy uchun nuqul qonun urishili bo'lmasdan o'z navbatida yana Beyjingdagi huquq ko'rishining davomi bo'lishi mumkin. Chunki bu delolarning natijasi ba'zilar uchun to'hfa bo'lsa, yana ba'zilar uchun tanqidning manbasi bo'lib qolishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda Janvayn sotda yana bir qatimliq strategiyalik g'alabaga erishdi. Biz yana bizning advokatlarimiz qanunan o'zini parchalash nazariyasini qural qilib, Xitoy korxonalarining niqobini yirtib tashladi, deydi u. Qanunan o'zini parchalash nazariyasi deganimiz korxona yoki shaxslarning yana bir shirkat qurib, uni o'zi, ya'ni faoliyatni tizginlaguvchi shirkat yoki shaxs uchun qonuniy qalqon qilishini ko'rsatadi. Tang energiya guruhining advokatlari sotqa mazkur bola shirkatning qonunsiz qilmishlari amaliyotda ona shirkat Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati bilan munosabatlikdir. Shundaqla Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining bizga nisbatan qonuniy mas'uliyati bor bo'lg'achqa biz to'xtamni to'xtatib etish, mal mülüklərimizni başqalarga o'tkazib etish to'g'risidagi ikki buyruqni bevosita Xitoy hukumatidan kelgan deb qaraymiz degan. Bu xil munosabatni oydinlashtirish Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining bizning Tang energiya guruhining ziyni bilan aloqamiz yo'q. Shunga qonuniy javobgarlikni ado qilish majburiyatimizmi yo'q degan bahonasining asossiz ekanligini isbotlab bera oladi. Lekin Tang energiya guruhi isbot va ularni ko'rsatish jihatda ziyon tortgan. Chunki Xitoyning qonun sistemalariga kirish, shundaqla Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining ichki xizmat ahvoli va hujjatlariga, shundaqla Xitoy kompartiyasiga sadoqat bildiradigan advokatlarga erishish imkoniyati bo'lmag'achqa, Tang energiya guruhi Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkatining qaysi xil materiallar bilan ta'minlashi kerakligini tafsiliy o'ttirg'i qo'ya olmagan. Xitoy o'zining ma'muriy adliya tuzilmasini ochiq oshkorlashtirib, korxona boshqarish tuzilmasini isloh qilmoqcha, Xitoy shirkatlarining ustidan arz qilmoqchi bo'lgan har qanday shirkat Tang energiya guruhi duch kelganga o'xshash mushu xil qiyinchiliklarga duch keladi. Lekin Tang energiya guruhining bu deloda utib chiqish ehtimolligi xeyli yuqori. Uning ustiga ular allaqachon kesim sotida va federal sotda utib chiqqan. Ular toki oliy sotgacha arz qilmoqchi. Ular oxirida yengilganda yer bilan yakson bo'ladi. Chunki bu yerda hukm qilayotgani bizning Amerikaning qonunimizdir. Lekin ularning yer bilan yakson bo'lishi qandaqroq bo'la? Biz hozirgacha ulardan bir senatmo to'lam ololmadik. Hech kimning bu to'lamni to'lagisi yo'q. Chunki bu, ya'ni chet el shirkatiga to'lam berish, ularning shu to'lamni tasdiqlovchi Xitoy amaldorlarining siyosiy istiqbolini vayron qiladi. Shuning uchun biz qilishga tegishlik, shundaqla navbatda qilayotgan ish ularning mol mulkini to'ngiltishdir, deydi Janvayn. Xilma-xil texnika o'g'irlash usullari. Biz bu yerga kelganda Xitoyning texnika o'g'irlash va tadqiq qilish vositalariga yuqorida bayon qilingan korxonalarni majburiy o'zining qilib olish va qonun urushidan iborat intayin nomussiz ikki turni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Buningdan sirt Xitoy zerikmasdan ishlatadigan texnika o'g'irlash usullaridan yana chet el shirkatlarining texnika o'tkazib berishini Xitoy bozoriga kirishidagi shart qilish. Mən aldınqı bablarda qayd qılğandak tor orqali kollektiv hujum qo'zg'ash, tadqiqot xarakterlik oliy maktablarga, tadqiqot tajribaxonalariga va korxonalarga Xitoy josuslarni o'rinlashtirish qatorliqlar bor. Lekin Xitoy hukumati o'ylab chiqalaydigan texnika o'g'irlash usullari hargiz yuqorqilar bilan cheklanmaydi.
bularning ichidagi rasmiy kanallardan biri yeshi 65dan tuvan chet el mutaxassislarini nurg'un pul orqali jalb qiladigan 1000 ixtisos egisi programmasidir. Mazkur programmaning organ tor betida chet ellik mutaxassislar Xitoyga kirib, chiqish, turalg'u, davolanish, sug'urta, uy setib olish, boj qatorliq chet ellarda yuqori qatlamliq ixtisos egallarini jalb qilish programmasidagi alohida siyosatlardan bahramand bo'la oladi deyilgan. Mazkur programmada chet el mutaxassislarining uda 3 yilda 9 oy Xitoyda xizmat qilsa, ondan mazkur imtiyozlardan bahramand bo'la oladiganligi belgilangan. Xitoy Kompartiyasi o'ttirib qo'ygan ixtisosliklar bahramand bo'ladigan imtiyozlar yuqorqilar bilan cheklanmasdan bu programmaga qabul qilingan har bir ixtisot egisiga 1 million yuan tadqiqot to'liqlamasi beriladi. Mas'ul organlar tasdiqlagandan keyin tadqiqot to'liqlamasining summasi 3 million yuandan 5 million yuangacha o'stiriladi. Mukofotlanadigan sohalar fan tadqiqotini bo'libmi asosiy fan tadqiqotni markaz qiladi. Agar g'arblik mutaxassislarning kasbiy sohasi dal Xitoy ko'z tikayotgan soha bo'lsa, u chaqda Xitoy hargiz pulning ko'ziga qarab o'tirmaydi. Masalan, aslida Amabab elektrik shirkatida reaktiv motor yasashga mas'ul bo'lgan bir injener bu shartga dal uyg'un keladi. Chunki ilg'or ovozdan tez reaktiv aeroplanning motorini yasash oyga chiqishdan qiyin bo'lg'ashqa, bu injener pensiyaga chiqishni qaror qilgandan keyin Xitoy aviatsiya sanoati guruhi cheklik shirkati bilan munosabati bor bir shirkat uni aslidagi maoshning 10 hassasiga teng keladigan maosh bilan taklif qilgan. Lekin u bu taklifni rad qilib, Amerika havo armiyasida xizmat qilishni tanlagan. Ba'zida Xitoy bevosita ashu texnikaga ega shirkatni izlab, to'xtam tuzish taklifini berdi. Xitoy armiyasi bilan munosabati bor qurol yaroq shirkatlari yadro o'q-beshi sapligili bo'ladigan qit'alar aro boshqariladigan bomba tadqiqotida dal mushu xil usulni qo'llangan. Ular Amabab elektrik shirkatining qarmog'idagi Hughes elektr shirkati va Boeing sun'iy hamroh sistemasi shirkati bilan aloqalashib, ular bilan to'xtam tuzishgan. Mazkur shirkatlar Xitoyni sun'iy hamroh va raketa qo'yib berishda zarur bo'lgan qit'alar aro boshqariladigan bomba texnikasi bilan, shundaqla Amerika tuprog'iga qurol o'rinlashtirish imkoniyati bilan ta'minlagan. Siz balkim har qancha ko'p pul bergan taqdirdimi dushmanning qurolini o'z tuprog'iga o'rinlashtiradigan bunda qilmishni yo'lliqlashtirg'ili bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ba'zi Amerika shirkatlari foydaga, bozor ulushiga dum tushgan bo'g'achqa o'z davlatining dushmanini harbiy texnika bilan ta'minlamaslikdan iborat bu aqlli savodlarni allaqayoqlarga cho'rib etishgan. Nurg'un shirkatlar mushu xil buzg'unchi Xitoy shirkatlari va zo'r foyda chiqadigan to'xtamlarning iziq turishiga bardoshlik berolmay, bas-basda qonunga xiloflik qilishib, Xitoy Kompartiyasining gumashtillarga aylanib, Amerikaning davlat bexatarligini tahdidga uchratgan. Keyincha Amerika Davlat ishlari mahkamasi Hughes elektron shirkati va Boeing sun'iy hamroh sistemasi shirkatiga qarta tadbir qo'llanib, ularni sonliq ma'lumotlarni Xitoyga o'tkazib berib, 123 turda eksport qonuniga xiloflik qilish bilan ayblagan va natijada bu ikki shirkatning har biriga 32 million dollar jarimani qo'yilgan. Hughes shirkati o'zining aslida elishga tegishlik ijozatnomani olmaganligiga pushaymon qilganligini bildirgan. 8-bob tugidi. Davomi bor. İngilisçidən tərcümə qilğuçi ھېكمەتيار ئىبراھىم. Mənbə ئۇيغۇرلار ژورنىلىنىڭ 19 سانىدىن ئېلىندى.